O'zbekistonda 1-yanvardan 2026-yilda nimalar o'zgarishlar bo'ladi? Videoda oxirigacha ko'rib, sahifamizga obuna bo'lib, assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xodimlarning tug'ish va kasallik nafaqalari ijtimoiy sug'urta orqali to'lanadi. Aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan uchun soliq 1%. Zaharlangan majburiy KKS to'lovlar bo'lsa, ya'ni 80% KKS qaytariladi. KKS hisobga olish, ya'ni tortib o'zgartiriladi. 105 ta hisobot.com o'zdan olinadi orqali topshiriladi. OSD statistika hisob tashkil bekor qilinadi. Qishloq xo'jaligi va chorvachilik soliq va elektr imtiyozlari beriladi. Tirik chorva importiga KKS ya'ni 180 kungacha kechiktiriladi. Tarixiy obyektlarda seismik ya'ni monitoring joriy etiladi. Toshkentda zilzilaning sun'iy intellekt orqali endi prognoz qilish boshlanadi. Ijtimoiy yordam raqamli mahalla orqali yuritiladi. Xorijiy fuqarolar vaqtincha, ya'ni YHD orqali ro'yxatga olinadi. Sahifamizga obuna bo'lib, video ostida like bosib qo'ysanglar, O'zbekistonda hozirgi kunda yangi 2026-yil 1-yanvardan boshlab o'zgarishlarni to'liq ma'lumotlar kunlik xabardor bo'lib turish uchun videomiz ostida like bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'ysanglar, ma'lumotlar kunlik berilib boradi.